O'zbekajonlar, bugun tvorogli pirog tayyorlaymiz. Buning uchun 6 piyola unni elakdan o'tkazib olamiz. 2 stakan shakar solamiz. Bir choy qoshiqda non soda solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Ana undan so'ng xona haroratida yumshoq holatiga kelgan sariyog'ni qo'shamiz. Men shidreletani mana shunday yumshoq holatda eritib oldim. Albatta bitta butun shidreletni ishlatdim. Mana ko'rib turibsiz, yumshoqqina, chiroyli qilib qumoq holatiga, kroshka holatiga kelguncha xamirimizni yaxshilab uqalab olamiz. Xamirimizni yaxshilab uqalab olamiz. Xudo xolasa mana tayyor. Qo'limiz bilan mana uqalaganimizda eziladi. Endi orasiga soladigan nachinkasini tayyorlab olamiz. 1 kilogramm tvorogga 3 ta tuxumni chaqamiz. Tvorogimizni iloji boricha suvini chiqarib olish kerak. 1 piyola shakar solamiz, chunki tvorog sotib olganimda ozgincha o'zi tayyorlangan ekan. Shuni hisobga olib 1 piyola shakar soldim. Magiz solsangiz ham chiroyli chiqadi, ham shirin bo'ladi yeganingizda. Yaxshilab aralashtirib olamiz, bir xil massa holatiga keltirib. Mana endi pirogimizni yig'ishni boshlaymiz. Tayyorlab olgan xamirimizni teng 2 bo'lakka bo'lamiz. Yarmini chiroyli qilib yoyamiz. Bir tekisligiga e'tibor berib, chiroyli holatda yoyilishiga e'tibor bering. Bu juda ham oson tayyorlanadi. Mehmonlarni katta mehmondorchilikka bemalol shu pirogni pishirib borsangiz, yeganlarga albatta yoqadi degan bir tekis holatiga keltirib olamiz. Endi qolgan nimamizni, xamir uvoqlarimizni chiroyli qilib yoyib olamiz. Masallig'imizni bir tekisda yoyilishiga albatta ahamiyat qarating. Gaz pechiga qo'yamiz. Albatta gazni oldindan yoqib 180-200 gradus orasida isitib olishimiz kerak. Uzog'i yarim soatga qolmasdan pishadi. Xudo xolasa hammaga yoqadi degan umiddaman. Mana oshxonani ham shunaqangi shirin hid tutib ketdi. Oyjon, nima pishiryapsiz deb bolalarim ham juda ham xursand bo'lishdi. Hididan ham yegilari kelib, tezroq bo'lib bering deyishdi. Mana chiroyli qilib o'zingizni kuningizga havola kesib olasiz. Chiroyli qilib shakl berib, albatta mehmondorchilikka olib borsangiz, hammaga yoqadigan holatda yumshoq bo'lib pishdi. Albatta uydagilarga yoqadi degan umiddaman. Mana oralari ham chiroyli, magizlari ham ko'rinib turibdi. Mana hozir alohida kesib ko'rsataman. Ana yumshoqligiga ham e'tibor bering. Sizga ham albatta tayyorlab ko'rishni maslahat beraman. Vaqtingizni tejagan holda juda ham chiroyli, mazzali va to'yimli holatda tvorogli pirogimiz pishib chiqadi. Mazzali taomlar tayyorlab, g'oyibona diydor ko'rishguncha xayr salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.